Koreyskiy brend Aspasia firmasiniki. Bunisi двухфазный, ko'zdagi va labdagi vodostoyki pomada yoki vodostoyki tush, podvodka qalamlarni kollagen bilan to'yindirib, shikastlantirmasdan yechib beradi makiyajni. Mana bunisi esa bu gidrofilli maslani o'zi. Butun yuzimizga ishlatsak bo'ladi. Kimga qaysi qulay bo'lsa, ikkalasini komplekt qilib ishlatsanglar ham juda ham zo'r. O'tgan safar agar ko'rgan bo'lsanglar videoni, bundan oldingi videolarda men vodostoyki Karla tonalkani surgandim. Hozir sizlarga yarim yuzimga surib ko'rsatdim. Keyin vodostoyki tush и vodostoyki mana shunaqa pomada surib ko'rsatdim. Oddiy suv bilan yuvadigan bo'lsak, oddiy suvda ketmaydi. Agar penkada yuvadigan bo'lsak, penka gidrofilli maslalardek terimizni poralargacha kirib bermaydi. O'shaning uchun gidrofilli masla bilan yechish kerak har qanday imkon qadar makiyajlarda. Вот, hozir sizlarga men suv bilan yana ko'rsatib beraman, что bu vodostoykiligini. Mana oddiy suv solib qo'yganman bu idishchaga. Mana qaranglar. Ko'rinyaptimi, yo'qmi? Xullas suv sepildi. Mana suv sepildi. Xullas mana hozir artib ko'rsatib beraman. Mana tushimiz ketgani yo'q, tonalkamiz o'tgani yo'q, pomadamiz ham o'tgani yo'q. Mana ko'ringlar. Вот, endi двухфазный degani yaxshilab aralashtiramiz. Ikkala anaqani va ko'zimizni ustiga bunday qilib qo'yib, ozgina ushlab turamiz. Mana ozgina ushlab turib, mana shunday qilib ishqalasangiz, mana ko'ryapsizlarmi? Tushda ham yechib beradi. Teng bormi, podvodka bormi, yumshoq qilib yechib beradi. Oddiy suv bilan bunaqa qilib o'chira olmaysizlar vodostoyki tushlarda-da. Zo'r. И labimizda ham xuddi shunday, mana hozir qaranglar, yarmiga. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Ham zo'r namlantirib, pomadani ham o'chirib berdi. Bu vodostoyki pomadalarni, tintlarni zo'r o'chirib beradi. Chuqur tozalab, zo'r yuzimizni har bitta poragacha kirib tozalab beradigan gidrofilli maslani o'zini mana paxtachaga olib oldim. Mana ko'ringlar. Shunday osongina движениялар bilan mana qaranglar qanaqa dahshat. Oson yechib beradi. Suv bilan, kiyim bilan ishqalaganda kiyimlarga ham hattoki o'tmaydigan tonalkani gidrofilli masla mana shunday qilib osongina qilib eritib yechib beradi. Juda ham zo'r mana. Bo'ldi, qolmadi yuzimda. Ikkinchi tomoni bilan yana yaxshilab tozalab olsam, bo'ldi. Xohlasanglar двухфазный olsanglar bo'ladi, xohlasanglar o'zini olsanglar bo'ladi. Zo'r namlantirib berdi, qaranglar. Endi buni ozgina yuzingizga tushadigan penka bilan yaxshilab yuvib olamiz.